Keyingi 30 kun ichida Majiddan nimalarni kutsak bo'ladi? Vaqt o'tishi bilan biz uni kaloriyalarini kamaytiramiz, faolligini oshiramiz va kardioni kuchaytiramiz. Demak, video davom etgan sari unga qiyinlash borar ekanda. Shunday, Jimmy. Unga yanada qiyin bo'ladi. Bundan buyon Majid har 9 kilogramm vazn tashlaganida ko'rinishidagi sezilarli farqlarni ham taqqoslab boramiz. Men 9 kilo vazn tashlaganimga ishona olmayman. Bu 9 kilo tashladim degani ketdik degani emas. Vazifa 45 kilo vazn tashlash va murabbiy Uolning yordami bilan buni albatta uddalaymiz. Ular buni uddalashdi. Voy, bu yigitni qara. 22, 23. Majid qat'iyat timsoli edi. Murabbiy 25. va eng yaxshi do'sti Chenterning yordami bilan Bir-birini qo'llab-quvvatlayapti. Imkoniyat tug'ildi. Jimmy mendan adjimaniya qilishimni so'rayapti. Agar 50 ta adjimaniya qilsam, 50 ming yutishim mumkin. Men buni kutmagan edim. 1 2 3 4. Umrimdagi birinchi smuzi. Rostdan ham o'zim tayyorlagan birinchi smuzi. Protein porsiyasi. Ay, ishqilib mazali chiqsin-da. Rostini aytsam, ko'rinishi chakki emas. Bundan buyog'iga faqat mevali salat yeyman. Bilasizlarmi, faqat ajimaniya qilish Majidga vazn yo'qotishda yordam bermasligi aniq edi. Shunday qilib, taxmin qilib turganingizdek, Qalaysizlar? murabbiy har kuni uning yonida bo'lib, yuqoriroq marralarni zabt etishga yordam berdi. Qalaysan shogird? Yaxshi, o'zingchi? Tugatdingmi? Men deyarli tugatdim. Uzr og'ayni. Xudo! Bu yoqqa kel do'stim. Har kuni ertalab nonushta qilaman, yo'lakda yuraman, basketbol o'ynayman. Bilaman, ko'p narsa bir xil, lekin kunlarim shunday o'tyapti. Men haqiqatan ham bunga erishdim. Bu menga yoqayapti va buning uchun juda minnatdorman. Menga shimingni tortib qo'yayotganing yoqyapti. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. Ha, kecha 15 ming qadam yurdim. 15. Biz bu yerda shunaqa ishlaymiz. Barakalla. Bugun steak, tuxum va pishloq. Kundan kunga yaxshiroq ko'rinyapti. Har kuni bir xil taom. Aql bovar qilmaydi. Tanani doim haddan tashqari zo'riqtirish sog'liq uchun zarar. Shuning uchun biz Majidning dam olish kunlari bo'lishini va yutuqlarini kuzatib boradigan shifokordan har hafta tekshiruvdan o'tishini ta'minladik. Siz juda sog'lomsiz. Chidamligingiz oshgan. Shuning uchun ozishni davom ettirishingiz mumkin. Ajoyib. Rahmat doktor. Arzimak. Basketbol to'plarimni savatga tushirishim, 20 ta adjimaniya va ellipsda 20 daqiqa yurish oson bo'lishi kerak. Ammo dam olish kunlaridan keyin ham Majid har doimgidek maqsad sari intilardi. Meni har tong uyg'onib intiladigan maqsadim bor. Har tong men g'alabani tanlayman. O'zimga ishonaman. Hatto eng yuqori darajada. Miyamda maqsadga erisha olmasligim haqida hech qanday shubha yo'q. Bu hafta juda yaxshi ishladik. Ehtimol eng yaxshi hafta bo'lgandir. Yutuqlaring sezilarli. Umrimda bajarishga qiynalgan adjimaniyalar ancha osonlashdi. Biz hozir 50-kundamiz va men Majidga maxsus sovg'a olib keldim. Majid, Qalaysan do'stim? sen qat'iyatli yigitsan. Parhezingga rioya qilyapsan, muntazam shug'ullanyapsan va kuniga 8 kilometrdan ko'proq yuryapsan. Buni nishonlash uchun senga sovg'a olib keldim. Yo'q-e. Yangi kiyimlar. Sen shunchalar ko'p vazn yo'qotdingki, biz senga bir razmer kichikroq kiyimlar oldik. Bir razmer kichikroqmi? Ko'raylikchi, to'g'ri kelarmikin? Ha. Ha. Xo'sh, qani, nima deysan? To'g'ri keldimi? Yaxshi. Keyingi qadam XL, Yo'q. keyin L, keyin esa M. Sen to'g'ri yo'ldasan, og'ayni. Tabriklayman. Meni ko'tarma. Oh xudo, meni ko'tarma. 10 kundan so'ng keyingi taroziga chiqishing va adjimaniya musobaqasi. Tayyormisan? Tayyorman og'ayni. Xudo ko'rishguncha. Mayli Jimmy. Adjimaniyalarda ko'p pul yutib olma. Pullarni olib qo'yishimni hali bilmaydi-da. Bu paytda Majid kamida yana 20 ming dollar yutishga yaqin edi. Bugungi ishing zo'r. 2XL bilan seni tabriklayman. Rahmat og'ayni. Ha. Kiyim o'lchamining kichraygani Majidga katta ishonch bag'ishladi. 2X qalay ekan? Chakki emas. Ha, senga yarashibdi og'ayni. Rahmat. Sen bilan faxrlanaman. Bu oldinga katta qadam. Balki unda ishonch haddan tashqari oshib ketgandir. Keyingi bir necha kun ichida Majid o'z maqsadlariga erishishga bo'lgan qiziqishini ancha yo'qotgandek tuyuldi. Buni qilishni umuman xohlamayapman. Yoqmayapti. Balki murabbiyning yo'qligi sabab bo'layotgandir. Murabbiy Uol bugun mashg'ulotga kelmaydi. Yoki ob-havo. Rostdan ham qor yog'yapti. Majid shunchaki avvalgi holiga o'xshamasdi. Charchab ketdim. Afsuski, vaqt o'tib, biz uni tushkunlikka tushirayotgan narsani aniq tushundik. 1 yil oldin dadam vafot etganini bildim. Roppa rosa 1 yil oldin hayotim o'zgardi. Men biroz vazn tashlagandim. Dadamga FaceTime qildim. U meni tabriklab, ko'rinishing ajoyib, gap yo'q o'g'lim dedi. Bilasizmi? Ota-onangizdan, ayniqsa yaqin insoningizdan ayrilganingizda bu sizga ta'sir qiladi. Bir necha oy ichida vaznim 123 dan deyarli 147 kilogacha oshdi. Qanchalik yo'l bosib o'tganimni ko'rib, o'zimdan juda faxrlanaman. Men uni umidlarini puchga chiqarmayman. U men bilan tepadan kuzatib turibdi. Yaxshiyamki murabbiy uni nafaqat fitnessda, balki boshqa jihatdan ham qo'llab-quvvatlardi. Men ham sizni yaxshi ko'raman, dada.
va uning hayotiga chuqur ta'sir ko'rsata boshlagandi. Yaxshi inson yaxshi o'g'ilni tarbiyalagan. Rahmat murabbiy. Ha, birodar. Chindan ham. Bilaman. Dardingni men bilan bo'lishganing uchun rahmat. Majid hech narsaga qaramay oldinga intilish uchun o'zida kuch topgandi. Bu musobaqa boshlanganiga ham 2 oydan oshdi va tarozdan so'ng Majid uchun ajoyib sovg'am bor. Jimmy! Salom. O'yin vaqti do'stim. Qalaysan? Bu ajmaniyalarni boshlashdan oldin sening vazning qancha edi? Bilmayman. Ketdik, bilib olamiz. Olg'a. 2 oydan oshdi. Oxirgi tarozda sening vazning 137 kilogramm edi. Endi esa Majidning vazni. Yo xudoyim. Ayt. 130 kilogramm. Musobaqa boshlanganidan beri biz ko'zlagan vazn tashlashning 38% ga erishibsan. Shoshma qayerga ketyapsan, Majid? Qani? Uni bu holatini xursandchilik deb tushunaman. Atjumaniya musobaqasi. Yaxshi, va'da qilganimdek, Majid. Har bir ajmaniya uchun mukofot jamg'armanga $1000 qo'shib beraman. Joyingga tur. Musobaqaning birinchi kunida sen ajmaniyaga uncha usta emas eding. Hozir nechta qila olasan? Ko'ramiz. Tayyor bo'lsang boshla. $1000, $2000, $3000, $4000, $5000. Majid, sen boyib ketyapsan. $11000, $12000. Qoyil, ko'zlarimga ishonmayapman. $18000. $19000. 20000 ga yetdingmi? Albatta. Yaxshi. Yana qanchaga kuching yetadi? Yana ozgina do'stim, yana ozgina. Kuching yetadimi? Majid, bunga qara. Bu to'g'ri bank hisobingga tushishi mumkin. Olg'a. 25, 26, 27, 28, 29, 30 bin. Senga ishonaman. 31, 32, 32 mi? 30 bin tarjimanga, ya'ni $31000 mukofot jamg'armanga qo'shiladi. Ko'zlari qizarib ketganiga qarang. Og'ayni, sen bor kuchingni berding. Sen bilan haqiqatan faxrlanaman. Qolaversa sog'lomlashyapsan, vazn yo'qotyapsan va ajmaniyalaringni 2 marta ko'proq oshirding. Sen ham o'zingdan faxrlanishing kerak. Rahmat Jimmy, chindan ham rahmat. Keyingi musobaqang nima ekanini bilish uchun orqamdan yur. Ey xudoyim, shoshma, nega tashqariga chiqyapmiz? Hozir ko'rasan. Bu bino atrofida bir aylana yugurib, qancha dollar ko'tara olsang, uni ham jamg'armanga qo'shib beraman. Yaxshi, qiyin emasga o'xshayapti. Bu o'zingga bog'liq. Ochko'zlik qilib $500,000 ko'tarishga urinsang-ku, lekin oxirigacha yetib bora olmasang yutqazasan. Buni o'ylab ko'rish kerak. Menda juda yaxshi o'tgan kunni yakunlash uchun oxirgi sovg'a bor. Ichkariga kir va oilang bilan ko'rish. Wow! Oyi! Bo'lishi mumkin emas. Oyim, opam, pochcham, Teni, qalaysizlar? Oilang bilan mazza qil. Ular xohlagancha qolishlari mumkin. Rostami? Oyi, sizlar shu yerdasizlar. Keyingi bir necha kun ichida Majidning oilasi uning ozish sayohatida qo'llab-quvvatlash uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qildi. Masalan, sport zalni tozalash va pul bilan yugurish musobaqasiga tayyorgarlik ko'rish uchun ovqat pishirish. Hozirgi asosiy e'tibor beradigan narsa qo'l kuchingni va chidamlilikni oshirish. Murabbiy mendan pul to'la sumkalarni ko'tarish qanday bo'lishini tasavvur qilishimni xohlayapti. Yana shuni yodda tut. Qancha tez yursang, shuncha tez tugaydi. Biz yelkangning orqa qismi, yuqori beling ustida ham ishlayapmiz. Bundan maqsad biror ish qilishga qodir bo'lishing uchun kuchingni oshirish. Majid hayotiga murabbiyning ta'siri shunchalar katta bo'lganidan va mashg'ulotlarda shunchalik ulkan yutuqlarga erishganidan murabbiy deyarli oila a'zosiga aylanib qoldi. Katta rahmat, siz ajoyib ish qilyapsiz. Bo'sh kelish yo'q. Oila tashrifi yakuniga yetarkan Xayr oyi. va men boshqa video suratga olish uchun dunyoning narigi chekkasida ekanman. Keyingi bir necha hafta ichida murabbiy bilan Majidning aloqasi yanada mustahkamlandi. Sizda bitta yangi xabar bor.